Qish vaqtida gripp, allergiya, pnevmoniya, shamollash kabi holatlardan qanday ehtiyot qilish mumkin? Hozir men sizlarga shu haqida qisqacha gapirib o'tmoqchiman. Buning uchun eng zarur bo'lgan narsa xona namligi. Xona namligini 40-60, o'rtacha 50% atrofida bo'lishi yuqoridagi kabi shamollash, gripp, allergik holatlardan eng yaxshi himoya hisoblanadi. Xona namligi 20-30% ga tushib ketgan vaqtda shilliq qavatlar qurib qoladi. Qurib qolgan shilliq qavatlar orqali virusli infeksiyalarda, allergik holatlarda o'tishi osonlashadi va kasallik tezda avj oladi. Odatda kuz-qish mavsumida quruq mintaqalarda yog'ingarchilik kam bo'ladi. Yana qo'shimchasiga xonalarda isitish tizimi ishlash boshlaydi. Bu ikki holat xona namligini tushib ketishiga, xonaning qurib qolishiga sabab bo'ladi va kuz-qish mavsumida bolalar o'rtasida, kattalar o'rtasida har xil grippga o'xshagan, shamollashga o'xshagan, pnevmoniyaga o'xshagan holatlarni ko'payishiga, avj olishiga sabab bo'ladi. Bu holatdan qanday himoyalanish mumkin? Eng muhim bo'lgan narsa xona namligini ushlashga harakat qiling. Xona namligini ushlash uchun uydagi issiqlik batareyalari, pechkalar ustiga suv qo'ying. Bu orqali namlikni qisman ushlashga harakat qilgan bo'lasiz. Namlikni o'lchash uchun gigrometr degan apparat oling. Xona namligini o'rtacha 50% atrofida ushlashga harakat qiling. Yuvgan kirlaringizni xonada quritsangiz bo'ladi. Bir necha maqolalarda, ilmiy xulosalarda bu haqida alohida to'xtalib o'tilgan. Namlik ko'tarilib ketsa nima bo'ladi? Masalan, Batumi shahrida yillik namlik o'rtacha 70-90% atrofida bo'ladi. Batumida gripp, shamollash kabi infeksion kasalliklarga chalinish boshqa mintaqalarga nisbatan, xususan bizning mintaqalarga nisbatan juda kam uchraydi. Shuni o'ziyoq havo namligini qanchalik muhimligini ko'rsatadi. E'tiboringiz uchun rahmat.